Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Men bugun shu badanning kasaldan qo'g'dash sistemasi yoki badanning kasaldan saqlanish sistemasi, ya'ni immunit sistemasi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyaning asosli mazmuni shu badanimizningki kasaldan saqlanish sistemasınınki qurilmasi va uning roli to'g'risida bo'ladi. Bu leksiyani so'zlashning asosli maqsadi shu bizningki kasallikdan saqlanish huquqimiz yoki kasallikdan saqlanish inimizni qanday qilganda o'stagili bo'ldi deganni maqsad qilgan. Ya'ni biz normalda saq vaqtimizda sog'lomlikninki qadrini ancha bilmaymiz. Faqat kasal bo'lib o'zimizning sog'lomligimizdan ayrilgan vaqtida aningdan keyin sog'lomligimizningki naqadar muhim ekanligini tonib yetimiz va uning qadriga yetimiz. Shu sababdan biz normalda kasal davolashga bakroq ahamiyat beramiz, biroq kasaldan saqlanishga, kasallikning oldini olishga uncha ahamiyat bermaymiz. Amaliyotda bo'lsa, bu kasallikdan saqlanish yoki kasallikning oldini olishni shu uyimizdagi qimmatli qochqucha yoki aynakni asrab ishlatganga o'xshatsak, kasal davolashni bo'lsa, u qimmatli qochqucha yoki aynakni chiqavatgandan keyin uni qaytadan remont qilib, chaplab ishlash holatiga keltirishga o'xshatish mumkin. Ya shundoq ekan, biz bu qochquchini, qimmat qochquchini yoki aynakni asrab yaxshi ishlatamizmi yoki uni chiqib qo'ygandan keyin yamlab chaplab qayta remont qilib ishlatamizmi? Bu ikkisiningki qaysi texmi muhim, qaysi texmi qimmatlik? Bu sog'lomlikdagi kasallikning oldini olish bilan kasallikni davolashni biz shunga o'xshatsak bo'ladi. Shunga bugungi leksiyada men asosliqi shu badanningki kasallikni qo'g'dash sistemasi, ya'ni immun sistemasi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Keyingi leksiyada shu badanningki kasallikni qo'g'dash sistemasi, ya'ni immun sistemasiga ziyon yetkazadigan omillar va uni qanday qilib yuqori ko'tarish to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Badanning kasallikni qo'g'dash yoki kasallikdan saqlanish sistemasi, ya'ni immun sistemasi degan vaqtida tövendeki 3 tarafni o'z ichiga oldi. Birinchisi fizikalik va yoki ximiyalik to'saq, ya'ni shu badanimizningki sirtida ya'ni badanimizga kirish ehtimoli bo'lgan kasal paydo qiluvchi omillarni to'sashda, ya'ni badanimizga kirishni to'sashda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan teri va shilimshiq parda. Anından keyin badanimizdagi choch, tuk, bo'lapmibak, quloqning ichidagi, burunning ichidagi tuklar. Bular badan sirtidagi kasal paydo qiluvchi omillarningki badan ichiga kirishni to'sashda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Anından keyin shu quloqning ichidagi mayliq moddalarmi shu süzgüçlük rol oynaydı. Elbette biz ba'zida quloqimizni ko'ligan vaqtida ba'zi qattiq kuch ishlatish orqali quloqning ichidagi narsalarning hammasini tozalab chiqarishga tirishimiz. Amaliyotda buninki biz bilmaydigan foydali roli bor. Undan boshqa shu ter, sho'lgay, yosh deganlarningmi badanniki shu immunit kuchi, ya'ni kasallikdan qo'g'dash jihatda alohida ahamiyati bor. Oshqozon kislota suyuqligi bumi shu yemaklik orqali
bedenimizga kirgan bakteriyalarni o'ltirib bizni kasallikdan saqlashda alohida ahamiyatlik. Anandan keyin sudik va jinsiy suyuqliklarmi bizniki yolg'iz bedenimizning ichidagi ba'zi qoldiq modda zaharlarni tozalab badan sirtiga chiqarib tashlashdan boshqa, ya'ni bizniki mush bedenimizni kasallikni saqlash, ya'ni sirtdan kirgan narsalarni to'saq qilishda alohida ahamiyatga ega. Bularning hammasi mushu fizikalik yoki kimyalik to'saq, ya'ni birinchi qadamdagi to'saq hisoblanadi. Agar bizning badanimizga da kasal paydo qiluvchi omillar bu to'saqdan o'tib badanimizga kirgan vaqtida ikkinchi qadamda bo'lsa bizniki opamizdan tug'ilgan vaqtidagi tug'ma immunit kuchi darhol harakatga kelib bu kasal paydo qiluvchi omillarga qarshi jangga o'tadigan gap. Anandan keyin eng oxirida eng muhim bo'lgan bir kuch, ya'ni keyin paydo bo'lgan immunit kuchi yoki mushu muhitga moslashish jarayonida paydo bo'lgan va yoki ma'lum kasallikka uchrashgandan keyin yoki kasallikka giribdor bo'lgandan keyin paydo bo'lgan mushu immunit kuchi mushularni o'z ichiga oladi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida badanning kasaldan qo'g'dash sistemasi yoki kasaldan mudofaa qilish sistemasi mushu 3 xil kategoriyadagi to'saq yoki o'zini qo'g'dash kuchini o'z ichiga oladi. Tug'ma immuniti degan vaqtida bu kasal paydo qilguvchi omillar bilan uchrashishdan burun, ya'ni tug'ma holatda mavjud bo'lgan tabiiy immuniti bo'lib, u badanga kirgan har qanday ziyonli omillarga darhol inkos qaytaradigan kuchdir. Keyinitilgan immuniti, ya'ni yoki moslashchanlik immuniti degan vaqtimizda bu asosliqi kasal paydo qiluvchi omillar bilan uchrashgandan keyin paydo bo'lgan immuniti bo'lib, u badanga kirgan ma'lum ziyonli omillarga kechikib inkos qaytaradigan kuch. U asosliqi badan ma'lum kasal paydo qiluvchi omil bilan uchrashgandan keyin yoki vaksina emlangandan keyin shakllangan immunit kuchini ko'rsatadi. Bu rasmda shu badanimizningki tug'ma immuniti va keyinitilgan immuniti bilan munosabatlik har xil hujayralar ko'rsatilgan bo'lib, sol tarafdagisi badanimizdagi tug'ma immunit kuchida muhim rol o'ynaydigan hujayralar, o'ng tarafdagisi bo'lsa bu badanimizning keyin yetilgan immunit kuchida muhim rol o'ynaydigan hujayralar. Bu keyin yetilgan immunit kuchida muhim rol o'ynaydigan hujayralar ichida mushu B hujayra ishlab chiqargan antibody alayda muhim. Ya'ni bu yerda tug'ma immunit kuchi deganda men yuqorida o'tgandagidek bu badanimizda tug'ma mavjud bo'lib turadigan, ya'ni ma'lum kasallik bilan oldin uchrashish zarur bo'lmagan har qanday bir kasal paydo qiluvchi omil badanimizga kirgan vaqtida darhol uningga inkos qaytarib, uningga qarshi jangga otiladigan bu xil immuniti tug'ma immuniti deb atalsa, ma'lum kasal paydo qiluvchi omilga uchrashgandan keyin yoki ma'lum kasalga giribdor bo'lib saqaygandan keyin yoki vaksina emlagandan keyin badanda antibody shakllantirish orqali yoki shu T hujayralarininki shu kasalga nisbatan xotir qoldirish orqali kechikib inkos qaytaradigan, ya'ni u kasallikni saqlash mezgilida muhim rol o'ynaydigan bu immunit kuchini biz odatda keyin yetilgan yoki moslashchanlik immunit
kuchi deb ataymiz. Bu asosliqi shu tug'ma immuniti bilan keyin yetilgan immunitiniki farqi va ularniki o'rinlaydigan xizmat taqsimoti yoki rollari. Undaqda shu bizning badanimizniki kasallikdan mudofaa qo'g'dash, saqlanish, kasallikdan saqlanish yoki immunit sistemasida muhim rol o'ynaydigan organ va a'zolar nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi, ya'ni bu badanimizning immunit sistemasida, ya'ni kasallikdan saqlashda eng muhim rol o'ynaydigani ko'krak bezi. Yani İngilizce thymus gland deb ataldı. Bu bizning immunit sistemimizda nayti muhim rol o'ynaydigan bir bez. İkincisi so'ngak ichidagi ilik. Ko'pinchamiz bilgandagidek ilik bo'lsa, shu qon hujayralarini ishlab chiqaradigan nayti muhim bir organ. Bu qonda shu oqqan hujayralari shu kasallikdan mudofaa qilishda alayda muhim rol o'ynaydigan hujayra u so'ngak ichidagi ilikda ishlab chiqarildi. Uchinchisi limfa sistemasi va limfa tugunchilari. Bumu badanning immunit sistemasida nayti muhim rol o'ynaydi. To'rtinchisi tal bo'libmi shu balog'atga yetmaganlarda tal hem immunit sistemasida hem qon ishlab chiqarishda nayti muhim rol o'ynaydi. To'rtinchisi tunna bezi, yani tonsil, İngilizce tonsil deb ataymiz. Buni ba'zilar kichik vaqtida yo'g'inab ketganlik uchun operatsiya qilib kesib ilib ahvollar bor. Amaliyotda buningmi nayti o'zgacha muhim roli bor. Ya'ni badanniki shu kasallikdan mudofaa qilish nimasida alayda muhim rol o'ynaydigan bir a'zo. Beshinchisi so'qiruvchay. Bu so'qiruvchaymi ko'pincha odamlar ahamiyati yo'q deb qarilib kesib o'tadigan ahvollar bor. Amaliyotda uningmi shu badanniki kasallikdan saqlashda muhim rol o'ynaydiganligi ma'lum. Bular bizniki shu kasallikdan mudofaa qilishda muhim rol o'ynaydigan organ va a'zolar bo'lib, bularni asrash, bularni qo'g'dash, bularga ziyon yetkazmaslik orqali biz o'zimizningki immunit kuchini yuqori ko'tara olamiz. Men bu haqda keyingi leksiyalarimda biroz tafsili to'xtalib o'tmoqchi. Bugungi bu badanning kasallikdan mudofaa qilish sistemasi yoki kasallikdan saqlanish sistemasi to'g'risidagi qisqa leksiyani oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.